RAV4 avtomobillari shunaqangi darajada mashhurligidan hattoki men o'zimni yoshligimda ham bu avtomobilni ko'rganman. Ya'ni o'sha paytlarda hali inomarkalar rivojlanmagan, ko'pchilik inomarkalar haynamaydi, mashinalarning o'zi hali shaharda bunchalik ko'p bo'lmagan davrlarda RAV4 avtomobillari bo'lar edi va bu avtomobillarni tushunadigan odamlar o'sha paytlarda bo'lardi edi. Biz endi yosh bo'lganmiz u paytlar. Bu avtomobilimiz ham bir nechta avloddan keyin eksklyuzivniy o'zini yangi rangi va yangi kuzovi bilan O'zbekistonga birinchi bo'lib olingan izni sizlarni sababinglar bilan O'zbekistonga yo'l oldi. Ham shaharga hamda uzoq sayohatlarga xos va mos bo'lgan 205 litrli 4 ta silindrli eng ishonchli Toyota'ning dvigatellaridan biri o'rnatilgan bo'ladi. Atmosferni qo'shimchasiga gibridning uстановкасы bilan. Ixcham va yengil bo'lgan avtomobilimizdan opsiyasiga keladigan bo'lsa, gibridniy motorga XLE ning eng baland opsiyasi bo'ladi. XLE da lyuklari bo'ladi, radar datchiklari bo'ladi, bagaj qismining ochilib yopilishi elektroprivodda bo'ladi va qo'shimchasiga pardalari ham mavjud bo'ladi. Narxi esa bor yo'g'i 45 ming CIP O'zbekiston bo'ladi. Narxini yana kunlik beraveramiz. Albatta, egalari rohatini ko'rsinlar, yaxshi kunlariga nasib qilsin. Rasmlari, batafsil ma'lumotlari har doimgidek eksklyuzivning Telegram kanalimizda bo'ladi. Havola profilning yuqori qismida.